Assalomu alaykum yurtdoshlarim. Sizlardan iltimosim shu. Bizga yordam beringlar. Bizni oilamizga, qornimiz uchun emas, uy-joy uchun emas. Shu menga Allohim yakka yolg'iz bitta farzandimga shu farzandim Qur'onni eshitmaydi. Shu bolaga yordam beringlar. Iltimos qilaman sizlardan. Qo'linglardan kelganicha men bolamga ham yordam qilinglar. Yordaminglarni ayamanglar Allohim. Bizga bir bersanglar sizlarga ming bersin Allohim. Allohga shukur qilaman, yordam bersanglar. Hammanglarni duo qilaman. O'lgunimcha duo qilaman. Meni qaynonam o'zini to'xtatolmayapti. Chunki farzand hammaga aziz bo'ladi. Qadrli yurtdoshlar, meni xo'jayinim 90-yil shu yosh paytda qaynonam aytishi bo'yicha meningit kasali bilan qulog'i eshitmay qolgan. Shu tabobatda shu quloqni ochirishda iloji bor ekan, lekin bizda unaqa 20 ming dollar mablag' yo'q. Shunga yordam beringlar. Sahiy insonlar, odamlar hozir nima desam bo'ladi? Shu bolalarim ota desa eshitish uchun qo'lida gulday hunari bor, lekin manaqa yomon odamlar meni xo'jayinimni aldab qo'yapti. Mana qaynam yotadi, 14 yil, 15 yil bo'ldi yotganiga. Qaynotam ham yoshi katta, pensioner, xo'jayinimni o'zi ishlab topay desa odamlar aldab qo'yapti, ishlardan qaytib kelyapti. Iltimos yordam beringlar. Biz karta raqam beramiz, qo'linglardan kelguncha. Mana bu mening xo'jayinim. Ikkita bolam bor, Allohga shukr, o'g'il, qiz. Shu xo'jayinimni qulog'i eshitmaydi. Yosh paytda meningit kasali bilan kasallanib, qulog'i eshitmay qolgan. Toshkentga olib bordik. 20 ming dollar operatsiyasi uchun dedi. Shu xo'jayinimga yordam beringlar. Meni boqadigan insonim, bolalarimning otasi. Ota degan ovozini eshitsin bolalarim ham, otasi ham eshitsin. Shunga sahiy insonlardan yordam so'rayapmiz. Iltimos yordam beringlar. Sizlarni duo qilamiz. Bizni qo'limizda unaqa mablag'imiz yo'q. Shuning uchun sizlardan yordam so'rayapmiz. Iltimos, sahiy insonlar yordam qilinglar.